Mehmonlarning o'ltiribla duoga qo'l ko'tarishining hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Alloh ajrlarini bersin. Biz Uyg'urlarda uyga mehmon kelganda kirib o'ltiribla duoga qo'l ko'taradigan odat bor. Boshqa musulmonlarda bundaq odat yo'q ekan. Bu dinimizda buyurilganmi? Agar buyurilgan bo'lsa, qaysi duoni o'qiymiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Har qanday ahvolda, har qanday ishqi tutish qilganda Allohni zikr qilish va duo qilish Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatidir. Hatto hojatxonaga kirishdimi, chiqishdimi duo va zikr qilish bor. Biz Uyg'urlardagi va Turkiston diyorlaridagi uyga mehmon kelganda kirib o'ltiribla duoga qo'l ko'taradigan odat Turkistondagi buyuk ulamolarimizning oyat, hadis va salaflarning ish izlarini asos qila turib mustahab deb qaragan va umumlashtirgan go'zal odatlardandir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam deganki, biringlar biror joyga tushganda a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq. Allohning mukammal kalimalariga sig'inib, u yaratgan barliq narsalarning yomonligidan panoh tilayman desa, u shu yerdan ketib bo'lguncha hech narsa uningga ziyon zahmat yetkazolmaydi degan. Olimlarning bayonicha, bu safarda bir yerga tushgan chog'dala emas, balki o'ltirgan yoki uxlagan joyga umumyuzlik qaratilgan ko'rsatmadir. Tabiinlardan katta faqih va mufassir Mujohid ibn Jabr al-Makki kabi ba'zi salaflardan yana yuqorqi hadis bilan billa Parvardigorim meni muborak manzilga tushirgin. Sen do'stlaringni eng yaxshi o'rinlashtirg'uvchisan degan. Mo'minun surasi 29-oyat. Va adkhilni mudkhala sidqi va akhrijni mukhraja sidqi va ja'alni min ladunka sultanan nasira. Parvardigorim, meni o'ngishliq kirgizgin, o'ngishliq chiqargan. Menga dargohingdan haqqi yordam beradigan quvvat ato qilgan. Isra surasi 80-oyat degan oyatlarni o'qiydi. Ularni turalg'uga yetib kelganda o'qish yaxshi. Alloh taolamo Nuh alayhissalomni kemadan tushadigan chog'da shundoq deyishga buyurgan deganligi rivoyat qilingan. Imom Qurtubi Alloh taolaning Nuh alayhissalomga sen bilan billa bo'lgan mu'minlar bilan kemaga chiqqan chog'ingda jimi hamdu sana bizni zolim qavmdan qutqizgan Allohga xosdir degan hamda ey Parvardigorim, meni muborak manzilga tushirgin. Sen eng yaxshi o'rinlashtiruvchisan degan amirni tafsir qilib deydiki, umuman mazkur oyat Alloh azza va jalladan bandalariga ta'lim bo'lib, ularga turli qatnash vositalariga minganda, tushganda mushu duoni qilishni o'rgatishdir. Balki yana uylariga kirib salom berganda buni deydi. Ali radhiyallohu anhudan masjidga kirganida, ey Parvardigorim, meni muborak manzilga tushirgin, sen eng yaxshi o'rinlashtiruvchisan deb duo qilganligi rivoyat qilingandir. Tabiinlardan Xalifa Umar ibn Abdul Aziz biror uyga kirsa, Bismillahi valhamdulillahi va la quvvata illa billahi vassalamu ala nabiyyillahi Allahumma aftah li abwaba rahmatika va adkhilni mudkhala sidqi va akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ihfazni min fawqi an ukhtatafa ومن تحت رجلي أن يخسف بي وعن يميني وعن شمالي من الشيطان الرجيم. Allah'ның ismi bilan cimi hamdu sana alemlerinin parverdigarı Allah xasdır. Allah'ның yardımısız hiç qandaq güç kuvvet yoktur. Allah'ның nebisiga salamlar bolsun. Ey Allah, bana rahmetininin darvazalarını açıvetkin. Parverdigarım, meni oңuşluq kirgizgin, oңuşluq çıkargın. Bana dergahından haqqı yardım berdigan kuvvet ata qılgan. Маңа дәргахыңдан рәхмәт бәгышлыгын. Шүбһәсезки, сән бәкме бәгышлыгычысын. Ey Allah, meni üstümdən elib qaçılışdan saqlagın. Putumның astidan yer yutib ketishdan saqlagın. O'ng tarafimdan, sol tarafimdan qo'g'landi shaytondan saqlagın deb duo qilatdi. Yana Abu Umama radhiyallohu anhudan kimki bir o'rinda o'ltirib, ey Parvardigorim, meni muborak manzilga tushirgin. Sen eng yaxshi o'rinlashtiruvchisan. deb u yerdan yomon gap so'z va naloyiq ish sodir qilmasalar Allohning kafolati ostida bo'ladi deganligi rivoyat qilingan. Yuqorqilarga asosan biror uy yoki joyga kelib o'tirganda, biror qunalg'u yoki turalg'uga tushganda yuqorqidek duolarni yoki boshqa xohlagan duo zikrlarni qilish mustahabdir. Bo'libmi
So'rinda o'ldirganda duo yoki zikrni cheklagan ahvolmi yo'q. Duo bilan zikr alohida cheklama kelmagan ahvollarda eng fazilatli amallardandir. Biror so'rinni yoki o'ldirishni duo va zikr bilan boshlashmi yaxshidir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh